Xitoy O'zbekiston bozorini egallamoqda degan bir qo'rquv bor, to'g'rimi? Lekin men boshqa narsalarni ham eslatmoqchiman. Hozirgi paytda buyuk imperiyalarda qilayotgan siyosatini tushunyapsizmi? Umuman yo'q desam, xafagarchilik yo'qmi? Chunki do'stlar, hozirgi paytda buyuk imperiyalar o'yinlar, propagandalar orqali shaxmat o'ynamoqda. Biz esa hali hamon shashka o'ynamoqdamiz. Tarixdan bir eslatma keltiraymi? Tarixda Osmoniylar davlatini xalifa maqomiga olib chiqqan inson Yovuz Sulton Salimxon hazratlari Misr Mamlukiylar davlatini egallagandan so'ng Mamlukiylar sultoniga savol bergan ekan. Nima sababdan yengildingiz deya. Shunda Mamlukiylar sultoni shunday javob bergan: Sizni ishlatayotgan zambaringizni men ham sotib olmoqchi edim, lekin davlatimizning ulamosi shaytonning quroli deya fatvo chiqardi. Jangda shuning uchun sizga mag'lub bo'ldim degan ekan. Endi o'zimiz tarixga qarang. Tarixda Rossiya davlati Turkiston jo'rafiyasini egallagani kelganda ozginagina askarlari bilan kelgan, qo'lda miltiqlari bilan. Lekin biz otalarimiz bu shaytonning quroli, biz esa erkakcha jang qilamiz deb qilichlar bilan chiqqan. Lekin dunyo biz erkaklik qilganimiz shundimi? Yo'q do'stlar. Shuning uchun zamonga mos harakat qilishimiz kerak. Nashriyotlardan ham iltimos, shu psixologik savash kitobini o'zbekchaga tarjima qilinglar. Chunki har bir jurnalist, har bir yosh siyosatchi, har bir vatanni sevgan bir inson bu kitobni bir qator o'qib chiqish kerak. Chunki buyuk imperiyalarda qilayotgan o'yini, propagandasi, psixologik urushini ochiq-oydin tushuntirib beradi.